Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Muhtaram azizler, yaratgan Rabbimiz Allah subhanahu ve taolaga bitmez, tuganmaz hamd sano shukronamiz. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi ve sellemga salovat va salomlarimiz bo'lsin. Saodatli kunlarda, saodatli ayyomlarda, go'zal vatanda saodatli, baxtiyor umr guzaronlik qilib turibmiz. Eng bir fayzli ayyomlarda umr guzaronlik qilib turibmiz. Allohning bergan bu ne'mati uchun yana bir bor o'zina hamd sanomiz bo'lsin. Mana shunday fayzli kunda, fayzli vatanda, fayzli damlarda to'y dasturxon yozib, valima ihsoni qilib turgan to'y sohiblarining baxtli kunlari munosabati bilan tabriklab, ushbu tantanalar saroyimizda yig'ildik, to'plandik. To'y sohiblari Qudratulloh ukamizga bu to'ylar muborak bo'lsin, shogirdimizga to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Ular Amerikada safarda xizmat qilib, oila uchun, ro'zgor uchun ter tekib yurdilar. Telefon qilib, domla bu to'yga bora olmadim, keyingi farzandimning to'yida birga yonma-yon turib to'y o'tkazish nasib qilsin deb tilaklarini bildirib, bir duo so'rab, to'yda bir suhbat qilib bersin deb iltimos qildilar. Allah bu to'yi Qudratulloh ukamiz shogirdimizga, juftlariga, boshlarida duogo'ylari, voliday mehribonlariga Allah muborak qilsin. Bugun bu to'ya bosh bo'lib, hammamizni kutib olib xizmatda turgan Yaqub akamizga ham bu to'ylar muborak bo'lsin. Alloh taolo hamisha farzandlariga, yaqinlariga, aka-ukalarning farzandilbandlarına bosh-qosh bo'lib, elda aziz bo'lib yurish nasib aylasin. Muhtaram azizlar, xonadon sohibi Qudratullohning qiblagohlari, padari buzrukvorlari Qutlumurod akamiz Allah rahmatiga olgan bo'lsin, elga, yurtga xizmat qilgan, jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lgan yaxshi bir inson edilar. Shuning zurriyotlarining bugun nikoh to'yi bo'lib turibdi. To'y o'zi biz diniy jihatdan gapirganimizda bu nikohning e'loni hisoblanadi. Nikohning e'loniki oila qurganligini jamoatga, ommaga bildirishlik. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bitta qo'y so'yib bo'lsa ham nikohni e'lon qilinglar, valimasini qilinglar deb marhamat qilganlar. Shundan kelib chiqqan holatda azaldan islom dinida oila quramizmi, farzand dunyoga kelib 5 to'y aqiqa qilamizmi, yoki bo'lmasam xatna to'yi qilamizmi? Qiladigan to'ylarimizning hammasida qo'y so'yishga targ'ib qilingan. Qo'y so'yishga. Qo'y so'yishlikda qarang, bu dabdababozlik ham yo'q. Bitta qo'yni so'yamiz, xonadonga yeydigan bir qismini olib qolamiz, bir qismini taom qilib pishirib, qarindosh urug', do'st-yorlar bilan birgalikda bir ikki tilini boshqarib bilmaydigan odamlarda Hazarasp sha'nini yomon gap bo'lmasin. Hazarasp haqida biz viloyatda gaplaganimizda Hazarasp birinchi boshlagan bu to'yi. Toshkentning xalqidan Hazarasp xalqining kami yo'q deymiz. Nima uchun Toshkent deb turibmiz deganda, amri ma'ruf bo'lgan joyda Toshkentda pashsha ussa bilinadi. Hazarasp shunning joy. To'y sohiblari demak bugun dasturxonni yozgan, maqsadlari farzandlarga duo olib berish va nikohning e'loni. Shu gapni gapirishga majburmizda, chunki aql, dona insonlar bu yerda o'tiribmiz. Biz Xorazm xalqi har bir nasihatimizni qo'shiqda kuylaganmiz. G'o'ch yigitning kim ekanini bilay desangiz, ma'rakada o'tirib turishini ko'ring. Ayollarga o'xshab ham gapirib, ham eshitib, ham o'qatiydimi? Yo erkakcha uning g'ururi, faxri, or nomusi bormi? Men ko'p gapiraman, men emas, men hech kim emasman. Jaloliddin Manguberdi Mo'g'ul bilan urushib bosib borgan joylarida 100dan sal oshiq askar bilan minglagan lashkarlarni yanchib, tormoq qilib o'tib ketganda atrofida Xorazm yigitlari bo'lgan. Mard yigitlar bo'lgan. Biz faxrlanamiz, Al-Xorazmiyning avlodimiz, Jaloliddin Manguberdi bizning bobokalonimiz deb turib, lekin bugun shuning g'o'ch mard yigitlarni ayollardan farqi qolmayotir. Men uzr so'rayman, bir ikkita odam bilan turib kattaroq gapirishsam jo'nima. Bu gapni gaplayanim, boshqa to'ydan yoningizda stolda birov shovqin qilsa to'xtating, chunki shariatdan gap bo'layotir. Bu Xayrullo mollaning gapi emas. Shariat gapirilganda quloq ochilib eshitilish kerak. Qur'ondan gapirilganda bu odob deyiladi. Addibu avladakum wahsinu adabahum dedilar payg'ambarimiz. Farzandlaringizga odob o'rgatinglar va odoblarini chiroyli qilinglar deganlar.
Man la adaba lahu la ilma lahu va man la wara'a lahu la zulfa lahu. Kimdagi odob bo'lmasa unda ilm yo'q. Kimdagi taqvo, o'sha odobga amal qilishlik farosati bo'lmasa, unda Xudoga yetishlik yo'q deganlar payg'ambar alayhisalom. Men Xudoni taniyman deb tilda aytaveramiz. Xudoni tanigan odam, Xudoga yetgan, Xudoni Robbim deb topgan odam, unda varo, ya'ni taqvo amal qilishlik bo'ladi. Bo'lmasa shayton alayhillananing ilmi farishtalarga dars berishga yetgan. O'sha beodoblikdan layin mal'um bo'lib qiyomatgacha hammamiz auzu billahi minash shaytonir rojim deb la'natlaymiz. Qiyomatda ham boradigan joy do'zax deymiz. Azizlar, shu sababdan odob masalasida ulug'larimiz ko'p to'xtalganlar. To'yning odobi o'zi bu imom gapirganda emas, suxandon mikrofonni qo'liga olib to'yning ochilish marosimida elning kat xudosiga, elning hurmatli insoniga so'z berganda kutib o'tirishimiz kerak. Tinglashimiz kerak. Biz unutib qo'ydik odobimizni. Hali biza to'y ochib berilgani yo'q, dasturxonga marhaba bismillah deyilgani yo'q. Girgandan shu shaqir shukur. U gapirib turibdi, to'y sohibini maqtab turibdi, san'atkorlarga fikr hech kim eshitmaydi. Buni qattiqroq gapirganimiz bu tor doirada. Aytishimiz kerak yonimizdagilarga. Ho, biz kimlarmiz biz? Odob bo'ladi. Eshitib, navbat bilan gapirishlik bu chiroyli, go'zal bizning amalimiz bo'ladi. Xorazmning eng go'zal joyi, hududi Hazarasga yarashadi. Ming otliqlar diyoriga yarashadi inshaalloh. Azizlar, so'zimizga qaytadigan bo'lsak, nikoh demak bu yoshlarning to'yi munosabati bilan erkak bilan ayol o'rtasidagi munosabatni halol qilishlik bo'ladi. Bu nima bilan bo'ladi deganda, lafz bilan bo'ladi. Lafz bilan bo'ladi. O'sha lafz bilan bog'langan nikohni e'lonini xalqqa bildirib qo'yishligimiz sunnat bo'ladi. Bu payg'ambar alayhisalom bitta qo'y so'yib bo'lsa ham valima qilib nikohni e'lon qilinglar deganlar. Shunga muvofiq biz o'zbeklar, mo'min musulmonlar to'yimizda ihson qilib do'stlarni chaqirib turib, bugun o'g'limizning nikohi bo'ldi, qizimiz bugun turmushga chiqib e'lon qilishligimiz sunnatdan bo'lib, odob bo'lib valima deb nomlandi. Biz buni nikoh to'yi deymiz. Endi qarang, nikoh degan so'z lug'atda nimani bildiradi deganda, nikoh degani o'rtadagi munosabat degani. Ya'ni jinsiy ko'rpantagida bo'ladigan munosabat arab tilida nikoh deyiladi. O'sha lug'atdagi ma'no, istilohda o'zi nikoh nima deganda, istilohdagi ma'nosi nikoh deganda oila qurayotgan insonlarni, ya'ni erkak bilan ayolning o'rtasini shariatga muvofiq ijob va qobil so'zini ayttirib, guvohlar huzurida ularni nikohlab qo'yishlik, bu o'sha nikoh deyiladi. Buning farzi bor, buning vojibi bor, buning demak sunnatlari bor. Farzi kelin bilan kuyovning ijob va qobuli u ham lafzda bo'ladi. Ya'ni men falonchini o'zimga jufti halollikka qobil qildim deb bir og'iz lafz bilan nikohni bog'layotir. Kelindan siz falonchi o'g'li falonchiga jufti halollikka rozimisiz deganda men roziman, o'zimni bag'ishladim, uning turmush o'rtog'i bo'lishga men tayyorman deb lafz bilan nikoh bog'lanadi. Shariat lafz bilan bog'lanadi, lafz bilan nikohni nikoh qiladi, o'rtadagi munosabatni halol qiladi. O'zi bizning hujjatimiz ham, musulmonligimiz ham lafzda. Qalbimizdan musulmon bo'lsak, u tilda aytmasak, bizning musulmonchiligimiz Alloh bilan bizga havola. Bizni musulmon deyishik uchun o'sha qalbimizdagi bo'lgan muhabbatni la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb iymonimizni tasdiqlasak, bizni musulmon deyil hujjatimiz shu yerda. Al-iman iqrorun bil lisan va tasdiqun bil qalb dedi. Iymon nima? Musulmonning hujjati nima? U musulmonlik qanday isbotlaydi deganda, tili bilan iqror bo'ladi, qalbi bilan tasdiqlaydi. Qalbidan tasdiqlashi bandalariga emas, u Allohga havola, Alloh o'rtasida, lekin tilida aytgani uning musulmonligina bandalar o'rtasida hujjat bo'ladi dedi. Oila qurganda men roziman, men qabul qildim deb nikoh bog'lanadi. Ana o'shanda o'rtadagi munosabat halol bo'ladi. Buni endi biz ommaga e'lon qilamizki, bular oila qurgan, bu yigit bilan qizni biz ko'chada ko'radigan bo'lsak, noto'g'ri gumonga bormasligimiz kerak. Chunki avvallari mahallamizda begona erkak kelib bizning qizimiz bilan gaplashsa, uni ushab turib, nima qilib yursan bu yerda deb so'ralgan. Erkaklar shunday bo'lgan. Mahallasiga buzuqlik yarashmaydi deb turib olib kelmagan. Buzuqlik fahsh bor joyda baraka bo'lmaydi, rizq bo'lmaydi deb turib mahkam turgan uchun nikohning e'loni xuddi shunday. Bu to'yda e'lon qilishdik. Endi qarang, islomda hali aytganimizdek qo'y so'y deydi.
Mayli mol so'ysak ham haddimizda oshmaylik. Bir qo'yib so'yib bo'lsa ham deganlari faqat qo'y degani emas. Mol so'yish ham mumkin, lekin isrof qilmasin, dabdaba qilmasin. Endi bir qo'ydan kelsak, bizni Xorazmda eng kattasi boring 50 kilo chiqsa, xonadonimizga yeyib olib qoldik bir qismini. Bir qismini pishirib dasturxon yozdik, boring 15 kilo go'shtimizga taom pishirsak, mana shu to'yimizga kifoya o'zi. Keyin qolgan bir qismini qarindosh urug'imiz, qo'ni qo'shnimizda bir oyda 1 kilo go'sht yeydiganlarga olib borib bizning farzandlarimizga duo qiling deb duo qilishimiz go'zal to'y an'anamiz bu. Bu to'y an'anamiz bu. Xuddi Qurbon hayitdagidek bu ishlar qilinadi. Oila ham, kam ta'minlangan yoshi ulug'lar ham va do'styor qarindosh urug'lar ham chetda qolmasdan go'zal bir dasturxon yoziladi. Bu dabdababozlikni oldini oladigan go'zal to'y bo'ladi. Davlat siyosati ham bugun aynan shunday bo'layotir. Nimaga deganda, o'zi dunyoda oziq-ovqat tanqisligi muammosi kuchayib boradigan bir davrda mo'min musulmonlar ham boshqa millatlarga taqlid qilib yemaydigan narsalarni o'rtaga olib kelib pulni isrof qilayotir. Mayli pul qog'oz deyishimiz mumkin, lekin o'sha qog'ozga olib kelgan u yerdagi 4, 5, 6, 7 xil salat deymiz. Men bir to'yda sanaganim 5 tag'ara salat keldi, 5 xil. To'y tugagandan keyin e'tibor bergan nima bo'ladi deganda 5 tag'ara do'lib kelgan bo'lsa, yarim bo'lib turib, to'yxonaning egasining ho'kizlarini oldidan yemish bo'lib ketdi. Ha, bu narsani yeymizmi yo'qmi? Qarang dasturxona. Bo'ladigan mana shuni qilsak. Na puli yo'qmi? Bor puli. Lekin iymoni, e'tiqodi bo'lgani uchun domla ustoz shu aytganday bir chiroyli to'y qilayin, dabdababozlik qilib topgan pulim, Amerikada ishlab yuribman, pul menda ko'p deb turib sochganimdan nima foyda dedi-yu, chiroyli ixcham to'yni qildi. Kifoya. Hoy, bugun azizlar, bemor bo'lib yurakini operatsiya qildiraman o'tirgan qarindoshiga 100 ming so'm pul bermaydi-yu, to'yxonada to'ldirib turib dabdababozlik qiladi. Bu to'yda e'lon emas, bu haddan oshishlik bu. Maraka ham xuddi shunday bo'lib ketib qoldi. U maraka bo'lsa, u yerda ta'ziya bo'lsa, 3 kun taom qo'ymang, yaqinda bir kelsam, yana boshlangan 3-da o'tiribmiz, o'rtada pishiriq turibdi. Nima, otang o'lgani uchun, onang o'lgani uchun kayf qilib turibmisan, shirinlik yeb maza qilib turibmisan? Sening qani ularga bo'lgan ehtiroming? Yo'q. Nima qilganimizni unutib qo'ydik. Azizlar, aqlimizga ish buyuraylik. Kimligimizni unutmaylik, tartibga tushib olaylik. Bolamizni o'qitaylik, repetitorga beraysa pulim yo'q deymiz. O'sha bola uylanganda sarflagan pulingizga boq-ku, 10 ta bolaga repetitor yog'lab turib, uni ilmli bo'lishiga pul to'lash ketadigan pul sarf bo'lib turibdi u yerda. Jumada qattiqroq gapirsam, ichimizda shu to'y bergan odam bor ekan. 15 ming dollar dasturxonga ketdi deyotir. Endi qarang, bu hamma narsa me'yor bo'lish kerak azizlar. Nima sizning o'rtaga qo'ygan hech kim yemaydigan hali suvenir narsalaringizni birovga foydasi bormi? Yo yoshlarning baxtiga foydasi bormi? Yo u yerda o'tirgan odamlar undan bir narsa olib ketadimi? 1 soat, 1,5 soat o'tiradigan to'yimizda ketayotgan mablag'larni yig'adigan bo'lsak, azizlar, farzandlarimizga katta imkoniyat, sharoit bo'ladi. Biz imomlarga aytib turibmiz hozir, "Hoy, topqaning to'yga buyursin" deb duo qilma deb turibmiz. Xalq o'ylab qolayotir, bu hayot pul topish, to'yga sarflash kerak ekan deb. Yo'q, unday emas. Topqaning o'zingning farzandlaringning baxtiga, saodatiga, ilmiga, ma'rifatiga buyursin deb. O'zgartiring duoni deyotirmiz. O'zbekning g'ami bundan 100 yil avval jadidchi bobolarimiz davrida ham, to'y, maraka, marosimni ixchamlashtir degan g'am bo'lgan, bugun ham shu. Bu borishda biz kosamiz oqarmaydi. Bu gap gapirishdan ham qo'rqamiz. Kosani oqar desam darrov tanqid qilib qolamiz. Hoy azizlar, dunyo ilm boshqarib turibdi. Biz hammamiz yomon ko'radigan Yahudi degan millat bor. Dunyoni boshqaradigan millatning qiladigan ishini men ko'p yerda gapirib berdim. Buni ham mening gapim emas. Ilmiy tarafdan o'qiganimizda, dillar tarixini o'qiganimizda Yahudining qilib turgan ishi aynan islomda biz gapiradigan farzand tarbiyasini ular amalda bajaradi. Biz faqat to'yxonani to'ldirib ma'ruza qilamiz. Hoy, yaxshi yerdan kelin tanlab, aqlli dona oilaning qizi bo'lsin, kuyovni tanlayotganda aqlli dona, ro'zg'orim deydigan mard yigitni tanla deb gapiramiz-ku, tanlashda yo'q. Ular shuni qiladi. Yahudi millatiga mansub bo'lmasa qiz ham bermaydi, qiz ham olmaydi. Keyin to'y qilganingda ham chiroyli ixcham qilginu, kelin bilan kuyovning saodatiga sarf qil topganingni, yeyishiga, ichishiga e'tibor qil deymiz. Ular shuni amalda bajaradi.
ilm deydi. Bizga ilm haqida gapirsak, qani unga pul? Mana pulim yetmaydi, esimdan chiqmaydi. Hokimiyatda bundan 10-15 yil burun bir maktablarda biz davomat o'rnidan qo'yamiz deb davlat siyosat darajasida kelajakimiz yoshlar deb gapirsa, bir ayol o'rnidan turib bizlarning unga bermaga pulimiz yo'q deganida. Libosining matosi kiyib turgan matosining metri $100. Hay bir 100 ming so'mlik kiyim kiyib bolangni o'qit, investitsiya bu. Kelajakimiz uchun qo'ygan qadam u deydi. Majbur bo'lganman turib o'rnimdan. Chunki o'tirganlarga gap bermayotir. Turing, opa, siz minbarga keling. Siz libosingizga bir qarang. Bir otamiz ham unga qo'shilib, negativ bo'lsa darrov paydo bo'ladi bizda. Men deganlar. Men dedi, bolama tufli olib beraman desam dedi, pulim yetmaydi dedi. Hoy, to'y berganda nechalar aroq olib berasiz shu bolangning to'yinda? Ya har yubiley deb turib tug'ilgan kunda necha bir shisha aroqning pulidan yaxshigina oyoq kiyim beradi. Yana bilib qo'yaylik, hozirgi zamonda bizning bolalarimiz bir oyoq kiyimda yurgani yo'q. Maktabga bir, ko'chada bir, o'yinda bir, futbolga bir. Bugun bu narsada muammo yo'q, lekin bizda bir narsa bor. Farzandni ilmni qilaylik, ma'rifatli qilaylik, shunga topganimizni qarataylik, kelajakimiz desa, biz darrov negativ paydo bo'ladi. Ha, zamon bo'lmadi, u pulni qayerda olaman? Lekin 4 ta birodar yig'ilib qolsak, dasturxonga qo'yadigan noz ne'matimiz. Kechqurunlari bir restoranlar oldida o'tib ko'ring, to'yxonalar oldida o'tib ko'ring. Bunga pulni ayamaymiz. Azizlar, bu gaplarni qattiqroq gapirib o'tirganimiz sababi biz yomon ko'rgandan emas. Biz kimligimizni unutib qo'yganligimizdan bir eslaylik o'zligimizni. Kimligimizni-yu pulimizni kerakli ishlarga, ilmga, ma'rifatlikka, obodlikka bir sarf qilaylik deb turib buni gapirayotimiz. Alloh taborak va taolo bugungi to'ylarni muborak qilsin. Nikohlari bo'ladigan yoshlarimiz qo'sha qarisin. Mana Amerika davlatida ishlab, uyim, ro'zg'orim deb yuribdi. Xorijga borib ishlasak hech qanday bir yomon emas. Bola chaqamiz uchun yuribmiz. Chunki hamma davlat fuqarolari ham chetda ishlaydi. Oilasiga mablag' olib keladi. Topgan mablag'ini ham chiroyli qilib, mana go'zal dasturxon yozib, dabdabavozi qilmasdan, o'zi kela olmasa-da telefon orqali haqqimizda duo qiling, farzandimizga duo qiling, inshaalloh farzandning to'yida biz ham bo'lamiz deb turib niyat qilib turibdi. Alloh to'ylarni muborak qilsin. Hammaning xonadonida mana shunday baxtli kunlar bo'lsin. Farzandlarimizning asosiy qaratadigan bizning tarbiyamiz, ilmga, ma'rifatga qiziqtirishimiz birinchi maqsadimiz bo'lib qolishini nasib qilgan bo'lsin. Alloh to'ylarni yana bir bor muborak qilsin. Dasturxondagi taomlar go'zal duo qilamiz. Inshaalloh taolo keyin bir tilovat ham qilamiz. Chunki azizlar, biz mu'min musulmonlar yaxshi kunimizda o'zimiz rohatlanib, xursand bo'lib to'yda bir-birimizni tabriklaganimizdek, dunyodan o'tganlarimizning ruhlari bizga muntazir turadi degan e'tiqodimiz bor. Ularning ruhi o'sha to'ydan bo'lgan savobdan, duodan bahramand bo'ladi deymiz. Shu sababdan to'yimiz bo'lganda ham Qur'on o'qib duo qilamiz. Bundan savob boradi. Yana shu yerda bir narsani aytamiz azizlar. Men ko'p gapiramanmi, ko'p duo qilamanmi, Xudo bilan mening o'rtamdagi ishim. Lekin mening niyatim o'zimni ko'z-ko'z qilish emas. Bundan bejizat aytganim yo'q-da, duoni cho'zib boradi deb turib. Duoni cho'zib boradi deb aytib og'irnib turgan odam uyda duo qilmagan odam bo'ladi. Agarda qo'shib qo'yib 2 soat o'tkazsang ham unga malol kelmaydi, lekin amin deb duo qilib, o'zingizning ota-onangizni, o'sha malollanganlarning ota-onasini ham eslab duo qilsangiz, buning yuragi og'riydi. Nifoqdan nasiba bor. Hey, shu to'yda duo qilmasangiz, shu ko'pchilikda siz ham qo'shilib, meni otamdan rahmatingga ol, meni ham onamdan rahmatingga ol, mening ham farzandlarimga baxt ber deb duo qilmasangiz, qachon duo qilasiz? Qachon duo qilasiz? Duo cho'zilib ketdi, duo cho'zildi. Duo o'zi so'raladi, ehtiyoj Robdan so'raladi. Buni ham bejizga aytmadik. Hozir bir go'zal yoshlarga duo qilamiz inshaalloh, tilovat qilamiz, o'tganlarimizni ham eslaymiz. Hammamizda, xonadonimizda ana shunday saodatli tiriklar u dunyodan o'tganlar rozi, xursand bo'ladigan go'zal, ixcham tadbirlar, to'ylar bo'lishi Robbim nasib aylasin. Alloh taolo bu yoshlarimizni eng baxtli, eng saodatli yangi O'zbekistonning yangi oilasi bo'lishni nasib aylagan bo'lsin. Duoga qo'l ochamiz. Amin. Alhamdulillahillazi at'amana va saqana va ja'alana minal muslimin. Robbim Parvardigor, bugun saodatli xonadon, do'stimiz, ukamiz, shogirdimiz Qudratullohning farzand va arjumatlari nikohi munosabati bilan ushbu tantanalar saroyiga dasturxon yozildi. Bu to'yning boshida voliday mehribonlari turadi. Alloh voliday mehribonlarini barcha farzandlarga bosh-qosh qilib, shu farzandlar, aqtiqlar haqida, shovliqlar haqida nima niyati, duosi bo'lsa, Robbim ijobat aylasin. Parvardigor olam jismonan bu qatorimizda bo'lmasa-da, ruhlar olamida kuzatib turgan
Qudratulloh birodarimizni, shogirdimizning qiblagohlarini, Qutmurod akamizni Robbim ruhlarini shod qilsin. Bu farzandi zurriyotlarining to'yidan borgan savoblardan u kishining oldilariga ham nurdan bo'lgan ma'naviy dasturxonlar yozilib, ruhlar olamida faxr bilan mening bugun aqtiqlarimning to'yi bo'layotir, mening zurriyotim yana ko'payish arafasida deb turib, ruhi shod bo'lsin, Robbim nasib aylasin. Uzoqdan yaqindan qadam bosdik, Alloh bosgan qadamlarimizga ajr azim ato aylasin. Robbim Parvardigori olam hammamizga mana shunday go'zal, ixcham to'ylar o'tkazish muyassar qilsin. Allohumma robbana anzilna munzalan mubaraka va anta xayrul munzilin bi rahmatika ya arhamar rohimin. Tilovat qilamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب
العالمين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbal alamin, Parvardigor, muborak oy, Zulhijja oyi, muhtaram oy. Robbim, yer va osmonni yaratganingda 1 yil 12 oy qilib yaratding va 4tasini muhtaram oy qilding. Muhtaram oyiki urushish, janjallashish, beodoblik qilish, o'zaro oilaviy munosabatlarga dars ketkazish, Parvardigor sening harom qilgan oying bu. Bu oyda bulardan bizni to'xtatding. Robbim Parvardigor, mana shu muhtaram fayzlik oyda Qurbon hayit bayramlarimiz, hojilarimizning haj amallari bajariladigan yana fazilat ustiga fazilatlar bor. Bu fazilatli oyda xonadon sohiblari farzand va dulbandlarining nikohlarini nishonlab, fayzli oyining fayzidan bahramand bo'lsin yoshlarimiz deb to'y belgilab bugun dasturxon yozdilar. Bu valima ihsonlarni Robbim qabul aylagin. Qilgan tilovatlarimizni maqbul qilgin. Amr ma'ruf, nahiy munkarlarimizni qabul qilgin. Barchasidan hosil savoblarni payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning ruhi poklariga, ahli bayt, sahobiy kirom, ulamo, mashoyixlarimiz, xususan Parvardigor Hazarasib diyorimizda madhum bo'lgan barcha ulug'larimiz, ular atrofida umidvor yotgan kalima go'ylarimiz, ushbu to'yxonamizda bu to'yda ishtirok qilib, qo'llarini duoga ochib, ixlos, muhabbat ila Robbim bizdan da qabul aylading deb duo qilib turgan barcha azizlarimizdan va bugun dasturxon yozgan aziz mezbonlarimiz, to'y sohiblaridan, o'tib ketgan ajdod va jaddodlar, qiblagohlar va validay mehribonlar, mama, buva, barcha umidvorlar ruhini Robbim yetkazgin. Xosatan Qudratulloh birodarimiz, shogirdimiz, juft alollari tarafidan va bu xonadonga kelin bo'lib qadam bosayotgan kelinimiz Qudalar tarafidan o'tgan barchalarni rahmatinga dohil aylagin. Xususan Qudratulloh birodarimizning qiblagohlari, Qutlumurod akamizni Robbim ruhlarini bahramand qilgin. Zurriyotlarining bu to'ylaridan u kishiga ko'rsatilgan bu savoblar, ajrlarni ko'rib ruhlar olamida ruhlar shodixondan bo'lsin. Qabrlari Qur'on nuridan munavvar bo'lsin. Parvardigori olam ruhini shodixondan, joyini jannat qilsin. Bugun bu to'yga bosh bo'lib turgan Parvardigori olam Qudratulloh ukamizning, shogirdimizning validay mehribonlarini Robbim umrlarini uzoq qilsin. Barcha farzandlariga, aqtiq cho'g'liqlarına bosh bo'lib, to'ylarına bosh bo'lib, shularning saodatli kunlarida duogo'ylari bo'lib, baxt va taxtlariga suyanib umr guzarolik qilmoq nasib aylasin. Mana o'g'illari bo'lmagana o'zlari qatorimizga kelib, har birimiz bilan so'rashib, xush kelibsizlar deb turib, Parvardigor olam tilak, istak bilan tabrik qabul qildilar. Robbim hamisha xursand bo'lib yursinlar. Turmush o'rtog'i ko'rmagan, juft alollari ko'rmagan saodatni, farzandlarini ko'rganini ko'rib, xursandchiliklari yanada ziyoda bo'lib yurish Robbim nasib aylagin. Parvardigori olam to'ylar muborak bo'lsin. Robbim bu yoshlarimizga Habibimiz Muhammad alayhisalomning duolarini arg'umon qilamiz. Ikkala yoshimizni Parvardigor o'rtasini o'zing xayrda, muhabbat ila go'zal jam qilgin. Parvardigor bularning oilasiga, bularga sen ato qiladigan zurriyotlariga barakotingni yog'dirgin. O'zbekiston vatanimizning eng go'zal, eng namunali oilasi bo'lsinlar. Ota-onalarga rahmat olib beradigan, elda hammaga ibrat, namuna bo'ladigan juftlik bo'lishlarini Robbim nasib aylagin. Parvardigor duolarimizni qabul qilgin, yurtimizni tinch, xalqimizni farovon aylagin. Dehqonchilik ziroatlarimizga, daryo suvlarimizga mana hosil yig'ib g'alla o'rimini boshladik. Non eng ulug' ne'mat. Parvardigori olam dondullarimizga, barcha ziroatlarimizga, halol kasbkor tijoratlarimizga o'zing barakotingni yog'dirib, haloldan rizq topib, topgan rizqimizni farzandlarimizning, o'zlarimizning, bizlarning zurriyotlarimizning baxti kamoliga, ilmi irfoniga Parvardigori olam sarf qilish baxtini o'zing nasib aylagin. Robbim Parvardigor bu yerda duo qo'l ochgan hammamizni xonadonimizda ham farzand va dilbandlarimizning baxtli kunlarini ko'rib, to'ylarni mana shunday go'zal, ixcham o'tkazib, ularning baxt saodatini ko'rib yurish baxtini hammamizga muyassar qilgin. Allohumma robbana anzilna munzalan mubaraka va anta xayrun munzilin. To'ylar muborak bo'lsin, yoshlar qo'sha qarasin. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Allah rozi bo'lsin. Qadam bosgan hamma azizlarimiz va xizmat qilganlarga duo qilamiz. Robbim Parvardigor go'zal to'ylarimiz ko'p bo'lsin shunday. Qadam bosgan aziz mehmonlarimizni, bosgan qadamlarimizni Alloh ajr azim ato qilsin. To'y sohibi mezbonlarimizning niyat qilgandan da oliy farzandlari haqida duolari ijobat bo'lsin.
Validay mehribon farzandlara bosh bo'lib turibdilar. Robbim Parvardigor barcha farzand aqtiq cho'luqlardan istaganlardan da oliysini Robbim yetkazsin. Robbim Parvardigor oshpazlarimiz, xizmat qilganlarimiz hammalarning xonadonidan yaxshi kunlar bo'lishini o'zing nasib ayla. Allohumma salli va sallim va barik alayhi bi rahmatika ya arhamar rohimin. Salomat bo'linglar, to'ylar muborak bo'lsin. Batarya 25 yıl bir de ben mesela iki kere baksam gene alıp dedi. Vallahi biri paraya geldi. Adam makine kapıda. Ha. Ya yanındalık biraz yanındalık dural tamam. Ya. Taksi, hadi nasıl? Tamam. Acayip. Öt, öyle ama öt.